bo'ldim. Nimaga? Ularni oilasida otasi, ya'ni qizaloqni onasini eshitishda nuqsoni bor, lekin bolalari sog'lom, gapiradi ekan. Hammaga assalomu alaykum qadrli do'stlar. Men sizlarga hozir bitta narsa haqida aytib beraman. Men hozir Instagramdagi bitta obunachim bilan, ya'ni eshitishda nuqsoni bo'lgan obunachim bilan gaplashdim. To'g'risi judayam xursand bo'ldim. Nimaga? Ularni oilasida otasi, ya'ni qizaloqni onasini eshitishda nuqsoni bor, lekin bolalari sog'lom, gapiradi ekan. Qizaloq menga yozyaptiki, oyim siz bilan gaplashishni xohlaydi, videoda gaplashaylik iltimos. Men rozi bo'ldim. Gaplashdim, mazza qildim. Menga juda ham yoqqani, ya'ni qizaloqni onasini tilini tushunishi. Judayam xursand bo'ldim. Ko'pincha eshitishda muammosi bor insonlarning oilasida bolalar ota-onani tilini tushunadi, lekin ba'zi ota-onalar masalan o'zi sog'lom, lekin bolalarida eshitishda nuqsoni bo'lsa, bolalari tilini tushunmaydi. Bu keyinchalik kelajakda o'zlarida muammolarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun iltimos, hurmatli onalar, otalar, sizni farzandingizni eshitishda muammosi bormi? Iltimos harakat qiling ularning tilini tushunishga. Chunki siz farzandingizni qayerda ekanligi, kim bilan o'rtoqligi, uni nimalarga qiziqishini hammadan ko'ra ko'proq bilishingiz kerak. Bu nafaqat sog'lom odamlarga, balki hamma nogironmi, eshitishda muammosi bormi, ko'zi ojizmi farqi yo'q. Hamma onalar, otalar bolalarini tilini tushunishi kerak. Hammaga rahmat e'tibor uchun. Men juda xursand bo'ldim.